Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Sonyodo Park hamda Sonyodo ko'prigiga birgalikda borib ko'ramiz. To'g'risini aytsam, bu ko'prikka o'zimni ham birinchi marta borishim va hozir bu ko'prikka haqiqatan ham borsa arziydimi yoki yo'qmi, buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu ko'rib turganingiz Sonyodo stansiyasi. Hozir biz bu stansiyadan chiqib 13 minut yursak, taxminan 13 minut yursak, Sonyodo parkka yetib boramiz. Bu Koreya ko'chalari shu Sonyodo parkka ketishda shunaqa joylarni ko'rib ketishingiz mumkin. Shu ko'chalari zo'r, ozoda. Piyodalar uchun qulaylik ko'p. Xotirjam ketishingiz mumkin. Agar yurishni xohlamasangiz, ya'ni yurishga ozgina dangasalik qilsangiz, bu yerda velosipedlar bor. Ilovasini o'rnatib, shuni mingan holatda park tomon yurishni ham iloji bor. Siyuga kirib chiqamiz. Suv olishimiz kerak. Suv olamiz. 감사합니다. Yo'limizda davom etamiz. Mana yetib keldik. Ko'prikning boshlanishi bu. Bu yog'iga qanaqa manzara bo'lishini hozir ko'ramiz. To'g'risi, Koreyada ikkinchi bo'lgan bo'lsam, bu joyga hali kelib ko'rmagan ekanman. Turli xil ko'priklarda bo'lganman, turli xil hangang bo'ylarda bo'lganman. Lekin bu joyga kelishim endi birinchi marta. To'g'risi o'zimga ham qiziq qanaqa manzara bo'lishi. O'zi ko'prikning boshlanishidan shunaqa chiroyli manzaralar. Eng asosiysi yam-yashil joylar. Dam olish uchun juda ajoyib muhit bo'ladi bunaqa joy kelsangiz. O'ng tomondan ko'rinish bo'lsa, chap tomondan esa manzarasi bor. Hozir bu ko'prikning tepasidamiz, pastga ham tushib ko'ramiz, lekin tepadan ko'rinish pastda. Shunaqa, mana daraxtlarning tagida dam olishingiz mumkin. Juda ajoyib atmosfera bo'ladi. Yaqinlaringiz bilan kelish uchun zo'r joy. Bu esa o'zi ko'prikning o'rtasiga yaqinlashib qoldik. Juda ham ob-havo zo'r bugun. Rosa aylanadigan ob-havo. Hozir biz ko'prikning o'zi o'rtasiga yetib keldik. Pastda odamlar turgan joy bu yerda siz borib, yaqinlaringiz bilan dam olishingiz mumkin. Hamma joy daraxtzor. Havo toza. o'qishdan, ishdan charchagan paytlaringiz bemalol kelib
dam olishingiz mumkin. Bu esa shu biz ko'rmoqchi bo'lgan manzara. Juda chiroyli. Bu ya'ni ko'rib turgan manzarangiz Koreyaning eng mashhur binolari. Koreyani menga eng yoqadigan qismlardan bittasi bu. Shunaqa zamonaviy davlat bo'lishiga qaramay, bunaqa go'zallik, ya'ni daraxtzor juda ajoyib. Ko'rib turganingizdek, bu yer zamonaviy binolar bo'lsa, bu yerda daraxtlar. Juda chiroyli joylar. Biz bu pastga ham tushib ko'ramiz albatta. Bu esa Hangang daryosi. Pastda parkda shunaqa tepalarda dam olish joylari ham bor. Ko'rsangiz bo'ladi. Kelganingizdan keyin shu yerda ozgina o'tirib dam olish imkoniyati bo'ladi. To'g'risi sizlarga hozir ko'rsatgan joyim oxirigacha ko'rsata olmadim. Agar hozir juda katta joy oxirigacha ko'rsatsam, video hajmi juda katta bo'lib ketadi. Shunga boshlanishini ko'rsatdim. Agar kelib ko'rsani, juda ajoyib joy.
Koreyaning eng zo'r tomonlaridan biri deyarli Hangang bo'yining hamma qismida shunaqa velosiped minadigan yo'lakchalar borligi. Agar siz ham kelib minmoqchi bo'lsangiz, videoni boshida ko'rsatgan velosiped ijaraga olsa bo'ladigan joydan olishingiz mumkin yoki shu yaqin atrofda ham bo'lishi mumkin. Lekin uni qidirib topish kerak. Boya tepalikda ko'rgan joyimiz piknik qilish uchun juda zo'r joy ekan. Dengizi bo'yi. Hamma joy daraxtzor. Shu bilan bugungi video obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.